yetim qaldırış haqida so'zlagan gapini manglar. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasining a'zolari a'zolik iltimosi sungan kundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Özünün barlıq siyasi məxfiyyətligini partiyaga topshirdi. Partiyaga bir a'zo bo'ldingiz, bir ilishib qaldingiz, tarixiy xatolik o'tkazgan bo'lasiz degan gap qaranglar. O'sha kirgandan keyin yana qanaqa ishlar qiladi ekan anglab beqinglar. Shundaqla partiyaning asosiy nizomnomasiga xilof boshqa tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatini uzdi. Boshqa tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatini uzdi. Partiyaga kirding degan gap boshqa tashkilotlar bilan, ya'ni hozir asosliq cho'ng-cho'ng tashkilotlarimizning qaysilar bor? Xitoyninki ko'ziga mix bo'lib turayotgan siyosiy sahnadagi eng cho'ng nupuzli tashkilotimiz shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi, yana Uyg'ur Campaign, Human Rights Project degandek qatorliqlar. Oshlar bilan zidganmiz deblam, shular bilan munosabatini uzdi. Mavu demoqchi bo'lgan mayadagi To'yğun Abduali'ninki To'yğun Apanninki so'zlagan so'zlarda shu burungi tariximizdagi burun shu Xitoylarniki vatandan sayohatchilarni, san'atchilarni chiqib tumshon qo'ylarni o'rlashtirib, chet elda shunaqa muhojiratchilarni bo'lmoqchi, shu tashkilotlarni yetim qoldirmoqchi bo'lgan u ahmoqani shunaqku hozir qanaqa qilyotidi desanglar mana shunga o'xshash tashkilotlarni, partiyalarni o'tirg'i chiqib o'zimizningki hozir bor bo'lgan g'olliq tashkilotlarimizni yolg'iz qoldirish siyosatini mushu usullar orqali amalga oshiryotidi. Qaytanglar. Anlamagan bo'lsanglar, tushunamagan bo'lsanglar qayta tushuninglar. Mayli partiya a'zosi bo'ling yoki bo'lmang, bir anglang. Mani anglab bo'lib, banandikini o'zingiz tafakkur qiling. Bundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Bu siyosiy maxfiyatligini emas, hatto oila maxfiyatlarigacha ishning qilgan tursam men sizlarga ilgari so'zlagan vaqtimda shundoq degan bu partiyaga kirish jarayonida shundoq gap qilib so'zlab yurib bular hamma gaplarni oldi dedim-ku. Shunga o'xshash bu partiya hozir har qaysi davlatlardagi Uyg'ur jamoatchiliklarni buzib qolmasdan hatto uylargacha, oilalargacha bir oddiy tip misolni olay, mushkatim saylanib bo'lgan joyda saylanib bo'lingan gaplardan angladimki, nim bo'pti desanglar shu To'yğun Abduali opaningki oilasiga ayoliga telefon qilib shundoq azarchiliklar yuz berib ketgan ishlarni shu saylov maydonida turib shu yerda so'zlagan gaplardan angladim. Partiya a'zolari qanchalik ziyonli ekanligini mayli muhojiratdagi bir guruh to'plarimiz bo'lsin, jamoatimizningki shunaqa faoliyatlar bo'lsin, hatto kichik guruhlar bo'lsin, hatto uni kichiltib bir oilaga shundoq ta'sir qiladigan shunchalik darajada. Men qandoq tasvirlab, qandoq bir qo'rqinchli, qandoq bir kommunist demay, kommunist partiyasi e'lon deyman men. Bu kirgan a'zolarningki bugun so'zlashni boshlashdan ilgari partiya a'zolari boshlab bo'ldi. Buni xuddi yana bir nima deb so'zlab ketibsizlar yana ashuna inkaslarni yozib. Maxsus inkas so'zlab partiya a'zolari shu Facebookdagi adreslarni ko'rsatib turib yana bir shu partiyaga a'zo bo'lib kirib qolsinlar, ashundoq har kishi bu payda qolsinlar, shundoq deb so'zlamoqchi. Uni ma'nolari. İltimosiy sungan kundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Shundaqla partiyaning asosiy nizomnomasiga xilof boshqa tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatini uzdi. 15-madda 2. Partiya intizomiga, mavjudligiga, siyosiy qoidasiga aniq rioya qiladi. Partiya yadrosining o'rinlashtirishiga aktiv bo'ysunadi. Partiyaning tashkiliy faoliyatlariga qatnashadi. Har qachon qasmini yodda tutib, partiya nazoratini qabul qiladi. Sizlarni nazorat qilib turadi partiya a'zolari har qachon